يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz Müslüman qarindoshlar, mu'minlarga nido degan darsimizning 9-chi qismisi Alloh subhanahu va taolaning sura Maidaning 35-chi oyati haqida bo'ladi. Aziz musulmonlar, Alloh subhanahu va taolo ulug' Qur'oni Karimda 90 o'rinda biz mu'min musulmonlarni en şereflik, güzel, onundan her bir mümin faxrlanadigan süpetimiz bilen çağırıp özüge yetkizadigan ilahi yolunu, cennetke akiradigan ilahi yolunu, dünyada en aziz, baxtlik buluşqa sebep buladigan bütün amellerini mana bu 90 nida bilen bizge köksüp ededi buraderler. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'de qaysi bir urumda Allah subhanahu ve ta'ala'nın çakırgallıkını anlasınız, siz onun koluğunuzu dikkat bilen birin. Allah onun arkalık sizni ya bir işten tosmakçı ya ki bir işqa buyurmakçı. Yaxşılık buladigan iş onunğa Allah Teala buyuruydu. Yamanlık buladigan, ziyanlık buladigan işlerden Allah Subhanahu ve Teala tosudu. Şunun için onunğa alahide dikkat bilen muamele kılın degen. Şuna aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'deki bu 90 nidanı biz her bir Müslüman ügünüş ve onun mezmullarından haberdar buluş bizge en mühim ibadetlerinin ve ügünüşke tegişlik en mühim ilimlerinin birisi. Bugünkü dersimizde Allah Subhanahu ve Teala yeni bizni çağırıp ey müminler, yani bana işengen, Kur'an'a işengen, peygamberlerimge işengen, kıyamet günüsüge işengen, özünü mümin, Müslüman dep sanıgan bendelerim dep Allah Teala bu yerde çağırdı. Allah'ın iman süpti bilen çağırıştaki sebep her bir Müslüman bu süpetke çın esilsin. Bu süpetni özüde saklaşkı tirissun. Bu süpet bilen davamlık süpetlensin demekçe. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'ga insanını bağlap durduğun birden bir alaka iman alakasız buradan. Allah Subhanahu ve Teala bilen insan oturustiki birden bir münasebet iman münasebeti. Allah imandan ibaret bu alakadan başka hiç kandak bir alakını
e'tiborga olmaydi. Mana bu iymon nidosi bilan Alloh taolo bizga ittaqulloh, Allohdan qo'rqinglar degan birinchi buyruqni berdi. Allohdan qo'rqinglar. Mana bu bir mu'minga loyiq bo'lgan buyruq. Chunki butkul dunyoni yo'qlikdan bar qilgan, dunyoni mutlaq o'zining irodasi bilan boshqurgan, butun dunyoga o'zi ig'dochilik qilgan Allohga ishongan va uning yo'lida mangan kishi qo'rqashda faqat o Allohdan loyiq bo'lish lozim. Onun qilishdan qo'rqishi, turmudan qo'rqishi, rizqlarining, ya'ni turmushlarining boshqalarning to'salg'iga uchrashidan qo'rqishi, hayotim nima bo'lib ketadi deb uningdan qo'rqishi, u bir haqiqiy mo'minga loyiq emas. Chunki o'lim Allohning qo'lida, xuddiki hayotlik Allohning qo'lida bo'lganga o'xshash. Ölüm ve hayatlık Allah'ın kolunda boğunu okşaş, rızık hem Allah'ın kolunda birodarlar. Şuna mümin, mana bu iman yolunda birinci Allah'tan qo'rqish lazım. Qilishdan qo'rqmaslik. Va boshqa har qanday mümin musulmondan boshqalar qo'rqayotgan o ishlardan qo'rqmaslik lazım. İkinci, Allah'tan qo'rqinglar deyish bilan Allah o'zini bandalardan yiroqlashtirmoqchimi? O'zining mu'min bandalari bilan davomli bir qo'rqincha ichidagi munosabatni saqlamoqchimi? Bu unday emas. Allohdan qo'rqinglar. Bir inson agar o'zining dadisining hurmatiga erishib muhabbetiga erişey dese, ya ki bir ayol men erimning hürmetiga erişey, muhabbetiga erişey dese, ya bir kishi ishlaydigan bir ishlamchi meningki xo'jayinimning hurmatiga, ishonchiga erişey dese, o birinchi qanday ishga diqqat qilish kerak. Qanday ishni qiladi? Albatta o xo'jayinning noroziligini qo'zg'aydigan, uning ochiqni keltiradigan ishlardan yiroq bo'ladi. Shundaqla ayol o'zining erining ko'nglini yerim qiladigan, uning g'azabini keltirib qoladigan ishdan u yiroq bo'ladi. Shu orqali u erining hurmatiga erisha oladi, qadrlashiga erisha oladi. Shu orqali u xo'jayinning ishonchiga erisha oladi va e'tiborishiga erisha oladi. Shuning uchun ittaqulloh, Allohdan qo'rqinglar degan bir buyruq birinchi har bir la ilaha illalloh degan musulmonning vujudiga Allohni ulug'lash, Allah'ni en çoğ biliş bilen birge o Allah subhanahu ve taala çekligen her kandak çeklimelerden yirak duruşka, onundan saklanışka, o çeklimeler bilen özünün oturuşta bir musafini kılışka ündeydiz braderler. Ma sözünü kılsam Allah Teala gazap kılıdı. Yalgan sözlüsem Allah gazap kılıdı. Va'diga vafo qilmasam Allah g'azab qiladi. Musulmonga xiyonat qilsam Allah g'azab qiladi. Musulmonga ziyonkashlik qilsam Allah g'azab qiladi. Qur'onni o'qimay tashlab qo'ysam Allah g'azab qiladi. Din islomning xizmatini qilmasam Allah g'azab qiladi deb Allah Taala g'azab qiladigan ishlarni hammani bo'lib, o musulmon uningdan qochadi. Uningdan saqlanadi. O orqali musulmon Allohga osiylik qiladigan gunoh ma'siyat bilan o'zining o'ttirishda musofa qilgan siri u Allohga yiqilishidir birodarlar. Gunohdan qochgan inson Allohga yiqilishidir.
xuddi mashriq tarafdan mag'rib tarafga mangan inson mashriqdan yiroqlashib mag'ribga yaqinlashganda gunohdan yiroqlashgan, gunohni tashlagan inson Allohga yaqinlashadi. Allohning dargohida eng oliy martabaga erishadi. Şuna bu imanning birinchi yo'li insonning vujudida Allohga bo'lgan muhabbat, Allohdan qo'rqish bir tuyg'usi shakllanishi lozim. Bu ketmaslik lozimmi? Xuddi bugun yo'lda mangan har qanday bir qatnashning egasi yo'lda mening qizil chiroqqa tushib qolgan yerimni yoki qizil siziqlarga dastlab qolgan yerimni tortib turadigan kameralar bor. Men buningdan diqqat qilishim kerak. Sur'atim eshib ketsa yoki yo'ldan xato minib qolsam ya yo'l egizlarida xato to'xtab qolsam bu yerda menga jarimani qo'yiladi degan tuyg'u u yo'l qatnash egasini davomli egallab turganidek bir mu'minning hayotida mana bu tuyg'u davom hokim bo'lishi kerak. İttaqullah degan bu, Allohdan qo'rqinglar degan bu. Bu Allohdan qochinglar degan gap emas bu. Shundaqla Allohning azobini lam o'ylanglar degan gap emas. İnson Allohning azobini o'ylagan hamon Allohning rahmati uningga yaqinlashadi. Allohning azobidan qochgan hamon Allohning mukofoti uningga yaqinlashadi. Xatolikdan yiroqlashgan hamon Alloh subhanahu va taoloning sizgan to'g'ri yo'liga inson yaqinlashadi. İttaqullah bu. Va batagu ilayhil vasila. Allah subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan vasila izdanlar deydi. Allah mu'minlarni davomli taat, ibodat, güzel ahlak, muamele, to'g'ri ish harakatda bo'lishga chaqirgandan sirt üçüncü bir Müslüman davomli Allohga yaqinlashtiradigan bir amalni o'zida zapas qilishiga Alloh taolo chaqiradi. Vasila degan yaqinlashtiradigan amal. İslam bizga tushundirgan salaf-i solihlar tushungan va ular bizga miros qoldirib qo'ygan bu Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan vasila Allah bizga ko'rsatib qo'ygan to'g'ri yo'lda minish va bizning ustimizga buyurgan amal ibodatlarni to'liq joyida ado qilishadi birodarlar. Ammo İslamning dushmanlari mana bu Allah subhanahu va taolo bizga vasila qilinglar dedi degan bana bilan insonni Allohga vasila qiladigan yoki har turli mahluqotlarni Allohga vasila qiladigan shu orqali Allah bilan bandaning o'ttirisini yaqinlashtirish emas, yiroqlashtiradigan shirk amallarga cho'g'izyotdi. Mana biz bu haqda to'xtalmaymiz. Allohga vasila qilinglar degan bir mu'minning Allah biladigan, o'zi biladigan, uningdan boshqa hech kim bilmaydigan yaxshi amallarni zapas ap qo'yishidan iborat bu maqsad. Xuddi Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda bayon qildi, 3 tane kishi ilgari o'tgan salaf solihlardan 3 tane kishi bir tog'ning o'nkiriga kirib qoldida Allohning qazosi bilan yomg'ir yig'ib cho'ng bir tosh u o'nkirining eg'izini itib oldi. Ular buning ichida qoldi. Allohdan boshqa hech kim uning bu qiyinchilikda ig'ir kunda qolganligini uqmaydi. Hayoti shu yerda tugishadigan bir holda turdi. Ular o'zaro so'zlashib, qarindishim biz buningdan qandoq chiqamiz dedi-de har biri o'zimizning Alloh bilan o'ttirimizda qilgan Allohning oldida maqbul bo'lg'idek
amallardan izlab bakaylı. Eğer şu amelimiz bu kalsa Allah'ta biz vesile kıllı ki Allah bizde bunu kutkansın. Dep hemmisi amellerini hesaplaşma başladı. Ahiriste her birisi birinin amellerini taktı. Birisi en güzel, çıraylık bir kız balı bilen billa ötküsü var iken o kız balığa talep koygandan keyin onun talebiga kepti, lekin haqqi bilan siz buni ado qiling. Ya'ni Allohdan qo'rqing, haqqi bilan yiqilishing debdi. Shu bir mu'min Allohdan qo'rqing degan bir tuyg'u bilan u necha vaqt orzu qilgan gunohni tashlab bu yerdan Alloh rizosi uchun qo'pib ketdi. Mana bu Alloh subhanahu va taologa vasila qildi aziz birodarlar. İkinci birisi ota-onasini beqishdan, ota-onasiga yaxshilik qilishdan, qilish bilan shug'ullangandan sirt u bir chorvachi ekan. Ota-onasiga sut akasa, ota-onasi ichmay turib sutni bolalarga bermaydi ekan. Bir kunisi kechroq qilib sutni akagandan keyin bolalari uxlab qoldi. Ota-onasi uxlab qoldi. Ota-onasi uxlab qolgandan keyin bolalari sutni bering deb yig'lab turib olgan, yalvurib turib olgan, u bolalarning yig'lishiga parvo qilmagan holatida men shu ota-onamga yaxshilik qilaman, ota-onamning hurmatini qilaman deb Alloh taolo buyurgan, bu buyruqqa binoan ota-onamga bermagan sutni bolalarimga bersam yaxshi bo'lmaydi deb ta bolalarini yig'latib qo'yib turib ota-onasi uyg'onganga qadar sabr qildi. Natijada ota-onasi uyg'onib sutni ichgandan keyin bolalarga berdi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning ota-onangizga yaxshilik qilinglar degandiki, Alloh rizosidan boshqa har qanday muhabbatni, bolaning muhabbati, ayolining muhabbati, har qanday muhabbatni qo'yib turib, Allohga ning roziligini izlashdan iborat bu ishda haqiqiy samimiyat bilan qilgan ibodatini Allohga tanladi. Yana bu tosh oldinqisi bilan azroq echildi, keyingisi bilan azroq echildi. Uchinchi birisi bir kishini ish qilsagan, u ishini qilib bo'lib maoshini olmay ketdi, shuning maoshiga qo'y olib qo'yib, u qo'yni ko'paytib, oxirsida u kishi kelgan vaqtida haqqini talab qilib kelgan vaqtda shu cho'ldagi qo'y sening shuni epgan. Ya mening anda qo'yam yo'qdi. Ya men sening uchun mana buni ko'paytib qo'ygan, avutib qo'ygan, o sening bo'ldi dedi. Aziz qarindoshlar, mana bu kishining haqqini yeb ketishdan qo'rqib, kishining haqqi mening haqqimga elishib ketmasin deb uni qo'yib qo'ysa ham o haq zayo bo'lib ketishdan ham qo'rqib, uni ko'paytib, parvish qilib necha hassa avutib qo'ygandan keyin u keldida uni berdi. Bu Alloh rizosi uchun. Allohga buni tanladi, u musulmonlar undan qutuldi. Demakki, har bir mu'min Alloh subhanahu va taoloning oldida beshig'i eng ig'ir kun tushgan, musibatga uchragan vaqtlarda Allohga tanligudek eng xolis amallarni qilish mana bu va batag'u ilayhil vasila degan amalning ichiga kiradi birodarlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hadisda man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Qanday bir kishi mening do'stimni dushman tutsa, men uning jang e'lon qilaman dedi payg'ambar Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida. Allohning valilari Allohga iymon etgan, Allohning yo'lida mustahkam turgan, o'zining jonlarini, mollarini Alloh yo'lida eng azam qilib etgan, hammadan qimmatli narsa Allohning dini deb turgan kishilar Allohning valiyasi birodar. Ana shu kishilarni dushman tutgan, shu kishilarga qarshi chiqqan, u kishilarni urib soqqan, u kishilarni o'ltirgan, yurt mahallalardan qo'g'layotgan kishilarga faqat azantuhu bil harb. Alloh dedi, men unda kishiga jang e'lon qilaman.
Allah e'lon qilgan jangning qarshisida kim tura oladi? Allah jangga tushgan vaqtda kim yenga oladi? Allah jangning egasi bo'lgan vaqtda u jangni qarshisida kim tura oladi? Mana bu hadisda la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in mimma taraztuhu alayhi. Mana bandam uningga men farz qilgan ishlarni ado qilish bilan yaqinchilik qilgandek bir ish bilan yaqinchilik qilmaydi. Demak, menga yaqinchilik qilishning yo'li men uningga farz qilgan farzlarni ado qilish. Allah Taala o'ziga yaqinchilik qilishni buyurgandan keyin Allah bandalarini har xil yo'lda yaqinchilik qilinglar demadi. U yaqinchilikning yo'lini, Allohga yaqinlashishning yo'lini Allah o'zi ko'rsatib berdi. Mana bu Allohga yaqinlashishning yo'li birinchi mu'min o'zining ustiga qilingan farzni ado qilish birodarlar. Agar uningga namozning vaqti kirsa, namoz farzini ado qilish. Agar uning ustiga qarzlarini ado qilish ustiga tushsa, qarz ado qilish. Agar uningga biror ojizga yordam berish navbati kelsa, ojizga yordam berish. Agar uningga biror qiyinchilikda qolgan kishiningki ishini qilib berish navbati kelsa, shuning ishini qilib berish. Demak, mu'min shu soatning, shu kunning, shu vaqtning ichida musulmondan talab qilingan har qanday ish bo'lib qolsa, shu ishni qilish orqali Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish. Mening bandalarim menga nafli ibodatlar bilan yaqinlashaveradi, men uni do'st tutaman deydi Alloh. Agar men uni do'st tutsam, men uning anglaydigan qo'liqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li, mangadigan puti bilaman. Hatta o benden menden sorsa, sorgunni birimen, dua kılsa icabet kılaman dep Allah subhanahu wa ta'ala mana bu hadiste bendelerinin Allah'a yakınlaşıvergen sıra Allah bilen bende oturursa şu kadar yakınlık hasıl bot ki bende soraydı men birimen. Bende dua kıldı men icabet kılaman. Bende menden panah tilaydı men onu saklayman dep Allah Teala bayan kıldı. Aziz Müslümanlar, Allah ve betegu ileyhil vasile, Allah kısala vesile izdanlar diyen mana bu ayet bilen biz Allah'a yaqinlashishninki yo'li çokum Allah Teala ko'rsatgan yo'l bilan bo'lish. Ya'ni taat ibodat bilan bo'lish. Allah subhanahu va taologa yaqinlashadigan yo'l cheksiz, san-sanoqsiz Allah buyurgan ishni inson qilaversa Allohga yaqinlashadi. Masalan, nafl namoz o'qish bilan Allohga yaqinlashadi. Nafl ro'za tutish bilan Allohga yaqinlashadi. Balavoqlarga yaxshi tarbiyalash bilan Allohga yaqinlashadi. Uyda ahli baytiga yordamlashish bilan Allohga yaqinlashadi. Chiroyli gaplar bilan Allohga yaqinlashadi. Allohga yaqinlashtiradigan insonni eng cho'ng vaqtining birisi Allah yaxshi ko'rgan solih banda bilan birga suhbatdosh bo'lish. Allohning taqvo bandalarini, muttaqi bandalarni maxsus uni ziyorat qilish, uning uylariga berish, uning bilan mungdishib paranglashish bu musulmonning iymonini kuchaytiradigan, Allohga yaqinlashtiradigan taat ibodatni yaxshi qilishiga sabab bo'ladigan ibodatlarning birisi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalatu vassalamni wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Siz ey Muhammad alayhissalatu vassalam Rabbiga, yani Allah Taalaga etdigan kashda uning roziligini iroda qilib ibodat qiladigan odamlar bilan birga turing. Shuni bilan birga yashang. Shuni bilan birga o'ltirib qopang deb Alloh taolo buyurdi. Demak, mu'min uning roziligi Allah
roziligini izlaydigan kishi Alloh bo'lgan. Atigan kash, ya'ni butun vaqtda Alloh ibodat qiladigan, dinning xizmatini qiladigan, Alloh taologa yaqinlashishni o'ylaydigan, mana bu shunday kishilar bilan birga o'tashga buyurgan. Chunki u kishilar insonni yaxshilikqa yetaklaydi. İnsan kim bilan aralashsa, inson shuning ishini qiladigan bo'ladi. Shu qilgan ishni qiladigan bo'ladi. Shu degan so'zni deydigan bo'ladi. Shu mangan yo'liga mangadigan bo'ladi aziz birodarlar. Demak, inson do'stiga bak diqqat qilish kerak. Atrofidagilarga bak diqqat qilish kerak. Kimlar bilan do'st, kimlar bilan yaqin, kimlar bilan munosabat qurib yashayotidi, buningga bak diqqat qilish kerak. Nima uchun? Chunki uning do'sti jamiyatdagi o'rni, uning do'sti uning hayotlik yo'li, uning do'sti uning taat ibodati, uning do'sti ya uning jannati ya uning do'zaxi. Uning do'sti ya dunyoda izzat yo'li yoki xorliq yo'li. İnson mana bu do'st bilan birga yashaydi, birga o'tadi. Shunga Alloh taolo buni buyurib qo'ygandan keyin siz ulardan hayoti dunyoning zinnatini iroda qilib ko'zingizni o'rib olmang. Ya'ni ulardan yiroqlashmang, qochmang. Chunki ko'pincha mu'minlar kambag'al, yo'qsoz, qo'li qisqa, jamiyatda o'rni yuqori emas keladi birodarlar. Ana unda kishilardan manfaat yo'qmaydi. Alloh taolo mana siz dunyoda huquqqa ega bo'lgan, obro'ga ega bo'lgan, o'ringa ega bo'lgan kishilar bilan emas, Allohga yaqin bo'lgan kishilar bilan birga o'tasiz. deb bayon qildi. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Biz uning qalbini zikrimizdan, islomdan g'ofil qilgan, dindan g'ofil qilgan, haqning xizmatini qilishdan g'ofil qilgan, havoya havasga agashgan kishiga bo'ysunmang va uning ishi chakdan oshgan bunday kishilarga bo'ysunmang dedi. Demak, havoning keyniga agashgan kishiga bo'ysunmang deb Alloh aniq dedi. Wala tuti man aghfalna. Qalbi zikrimizdan g'ofil, islomdan g'ofil, Qur'ondan g'ofil, payg'ambarning yo'lidan g'ofil, musulmonlarning yo'lidan g'ofil, havosga agashgan, shu pulning keyniga agashgan, mansabning keyniga agashgan, huquqning keyniga agashgan, haq yo'lni tanlamagan odamlardan siz yiroq turing va uningga bo'ysunmang. Kafirga bo'ysunmang, munofiqqa bo'ysunmang, huquqparastga bo'ysunmang. Jamiyatda din xabari yo'q, ya dinni e'tirof qilmaydigan, ya dinni suiiste'mol qiladiganlarni bo'ysunmang. Bulardan sepingizdan ayring. Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga mana yaxshilar bilan birga o'tishning yo'lini shunday ko'rsatdi. Alloh taolo bu o'ziga yaqinlashishning yo'lini talab qilinglar deb buyurib, uning yo'lini ko'rsatib, vajahidu fi sabili, sizlar Allohning yo'lida jihad qilinglar dedi. Allohning yo'lida jihad qilinglar. İnsanni Allohga yaqinlashtiradigan eng katta yo'l jihad yo'lidir. Amallarning eng afzali jihad amalidir. Musulmonlarning eng afzali jihad maydonlari tuvallardir. Allah yo'lida jihad qilinglar. Allohning yo'li din yo'li, islom yo'li. Mana bu dinni yeyish uchun, umumiy kishilarga yeyish uchun, dinni kengaytirish uchun, dinni odamlarning fikri, qalbi, hayotida saqlab qilish uchun jihad qilinglar desa, yeni bir tarafdan dinning nurini o'chirmoqchi, yıldızını kesmoqchi, dinning yetakchilik o'rniga xiris qilmoqchi bo'lgan dushmanlarga jihad qilinglar dedi Alloh taolo. Yani cihad iki xil bo'ladi birodarlar. Birinchi, en muhimi insanların idisini o'zgartirish, fikrini o'zgartirish va insanların qalbini o'zgartirish. Bu qalam bilan bo'ladi, so'z bilan bo'ladi, ta'lim bilan bo'ladi. İkinci, bu musulmonga qiladigan jihad, kafirga qiladigan jihad,
shaytongami, nafsigami qilinadigan jihad. Bu davomli musulmonning hayotida to'xtab qolmaydigan jihad. Doirasi keng, insonning qalbi, insonning amaliy hayoti, ish amaliy hayoti va jamiyati, oilasi hammada qiladigan jihad. İkincisi, Allah yolida Allah'ın dinini saqlash uchun u dinga qarshi chiqqan musulmonlarning vatanini besib olgan dushmanga qarshi qurolliq jihad qiladi. La'allakum tuflihun, cho'qim sizlar qutulib qolasizlar. Alloh taolo bu yerda mana bu qutulishning yo'lini Allohga yaqinlashish, taat ibodatni yaxshi qilish buningga bog'lab qo'ydi. Agar inson zillatdan qutulaman desa, islomning yo'liga kelsin. Agar inson qulluqdan qutulaman desa, Allohning mana bu bizga o'rgatgan yo'liga kelsin. Agar inson do'zaxdan qutulaman desa, mana islomning yo'liga yana kelsin. Islom mana bu yo'lni insonga ko'rsatib qo'ydi, birodarlar. Va Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimaning qarshisida Allohga tangan kishilarning ahvolini bayon qilib, haqiqatan Allohga tangan kafir bo'lgan odamlar agar ularga yer sharidagi butun narsa va uning o'xshash shu yer sharidagi hamma narsa bilan birga yana uning o'xshash bir hissa bir narsa bo'lsa, ular uni qiyomat kunining azobidan qutulish uchun fidya qilsa, u narsa ulardan qabul qilinmaydi deb Alloh taolo mana buni bayon qildi. Demak, bir kafir agar butun yer yuzidagi hamma boylikqa ega bo'lgan, yer yuzidagi butun narsa uning qo'lida bo'lgan taqdirda va uning bilan birga yana bir hissa bo'lgan taqdirda qiyomat kuniga da kafirga keladigan azobdan qutulish uchun men buni bersam, qutulib qolsam degan chaqda Alloh uni qabul qilmaydiganligini bayon qildi. Demak, insonga Allohning oldida yaxshi amal, to'g'ri e'tiqod va Qur'onga ergashgan sog'lom hayot yo'li bu insonni asqitadi. Ularga ichinishlik azob bor deb Alloh taolo uni bayon qildi. Mana bu oyat karima bizga kufrning yo'lining naqadar qiyinligini, zo'rligini, kafirning qiyomat kunidagi azobi naqadar qattiq bo'ladiganligini Alloh bizga bayon qildi. Shuning uchun aziz musulmon qarindoshlar, biz bu oyat karima orqali Alloh taoloning yo'lida bizdan talab qiladigan bu qadar cho'ng bir narsa yo'q. Allah bizden kichikroq narsa talab qilyapti. Uning bilan sen qutulasan deydi. Jinimizni, milimizni, hayotimizni, azg'inishni Allohning qulchilik qilishini chiqarsak bo'ladi. Ammo kafir bu hayotda Allohga tanganlik uchun tarzan dunyo va dunyodagi hamma narsani beraman desa ham o'qitlanmaydi. Shuning uchun aziz musulmon qarindoshlar, Allohga taqvolik qilib, Alloh bilan o'zimiz o'tirisda davomli yaxshi amallarni zapas olaylik. Başlarımızga musibat kelganda, ig'ir kunlar yo'liqqanda, Allohdan boshqa qutqazg'ichi hech bo'lmagan chaqda Allohga shu amallarni vasila qilish orqali Alloh taolaning yordamiga erishadigan yo'lni topib olaylik. Mana qarab boqaylik. Bir musulmon o'zining hayotiga qarab baqsa, mening muomalim, yo ro'zam, yoki sadaqam, yo haj, yoki qilgan biror amalim mening Allohning oldida haqiqatan qabul bo'lganmidi? Shu amalimni Allohga tanglasam, Alloh uni ijobat qilarmi degandek amalni izlab boqqan chaqda u topolmay qoladi. Alloh mana bu oyat orqali bizga mu'min zapas bir amalni qo'yishni talab qildi. Har vaqt mu'minning quroli bo'g'inidek mu'minning yaxshi amali uning qishida bo'lishi lozim deydi Alloh taolo. Alloh hammamizni yaxshi amallarga muvaffaq qilsin.